Maş vaqt kelmaydi ama bala tug'ilgan kuni bormi deb ketgancha necha soat bo'ldi. Hep. Adamni ansirtib yurgan. Yolg'iz qiz deb aytib olgancha jabmi balni adamni ansirtib ketib bordi deymi. Hep. Eshik oxir chekkaga o'xshaydi bala. Apam ijazim obdan turyotamda. Obdan balam, ay darni vaqtida ichyapman. Tugaydigan obdan akibsa. O'zingchi uydagilarga bala. Tinchlik apa, yaxshi. Ballam obdan. Apa, Odilak yurmaydi-ku. Adilam balam. O balma bak sirtqa chiqib ketmadi. Asosan shu takrar qilib yuribdi. Bo'pti. Apa, Odilamo bu maktab tugili necha yil bo'ldi? Hali yaxshi takrar qilayotgandi ha. Har qatim imtihon bersa shu necha nomerli kamlab qilib imtihonni o'tamayotdi. Bu qatim yaxshiroq takrar qilsin Juma apa. Menmi davatma balam ash bilan takrar qiling deb davatma bo'lamiz. Aka kelganmidan. Keldingmi? To'xtab tur. Aka. Ya soat necha bo'ldi hozir? Mushkamgich nega bordi? Gapqavatma. Kechvog'inda nega bordi, davatma? Balam, akang gapqavatdi. Tushda tug'ilgan kun bormi deb ketganding balam. Shu Aygul tug'ilgan kun deb chaqiribdi-ki, shu tug'ilgan kuniga borgan aka. Tug'ilgan kuniga borgan deb mushkamgacha ashdabdan kirgan, ishigan kirg'ayadi yuramsan? Maqara, sen cho'ngib qolding. Ertagin sen to'y qilsa, balang bo'ladi. O'zing mushundaq yursang, ertagin balalaringning oldida qanday ulgu bo'lsa, Yo, hozir xizmatim yo'q. Shunglashqimi uydan sirtqa chiqmayman. Odashlarim bilan tuzigarakmi ko'rishamayman. Demisimi bu bala odatdek sirtqa chiqib ketmaydi kunda. Bugun shu ko'nimalimizdagi Ovud akamning qizi Aygul tug'ilgan kunimda deb chaqirib turib oldi. U yerga bormay amal bo'lmadi. O Voyloda yangidan selingan Jilyan soda shartisi do'kon ochibdi ekan. Oldi bilan shu bizga ko'z qilish maqsadida do'koniga boshlab bordi. U yerdagi do'konlarning chiroyligligidan hammamizning og'zimiz ochilib qoldi. Mening ko'zim orqamda qoldi. Men uda necha yil imtihon berib, yo imtihondan o'tamadim. Mening shunday chiroyli do'konim bo'lgan bo'lsa, men bunday bechora bo'lib qolmasdim. Bo'ldi. Qara bo'lib ketgan ona muyishga o'xshab qolding hozir. Bo'ldi, kirib. Taqdir qo'yib bir o'ngshab chiqa, onamdan keyin deyishaylik. Demisimi ushpanli ishni qanday qilamiz ajin balam? Boya Odila shu do'konning gapini qilib qoldi apa. Men bu do'konning gapini boshqalardan xili anglagan. Anlasam bu do'konning o'rni nihoyat yaxshi. Yozda salqin, qishda issiq. Hem yazdırmış havadan şu içi var şunda yaxshi davatman. Belki bo'lmasa iş erta hemimiz bıraklan berip, do'konning o'rnini tafsili bir ko'rgach, ahvolini to'liq tushungach, Odilaga do'kondan birini ijaraga gapiradiganning maslahatini qilib baqsaq. Odila bir tarafdan do'kon ochqach, yana bir tarafdan imtihonga tayyorlik qilsa qanday bo'lar apa? Bek belandidan balam. Mening şu maş iş to'g'risida beshimda qaytib ketibdi. O'ltirsam qopsam boshpanlarning g'amini qilyapman hozir. Bu maslahatni qo'yib bilan ba'din endi do'konni oldi desak. Dadamdan keyin qolgandan keyin bu uyning iqtisodima biraqur ishkani o'qitib bo'lgacha biraqur tugab qolgan balam. Sen qo'yib bilan xizmat o'rlashib taylimizga o'zing pul yig'ibla to'yingni qilib olding. Ammo do'kon ochib qildigan shu sal iqtisod qanday bo'lar shu? Apa, onun da g'am qilmaya. O'g'lim bor deb xotirjam o'ltira. Shu Odilani to'y qilib qo'yib qolsa deb Mayra ishkimiz ozroq pul yig'ib qo'ygan. Bak bo'lmasa, mush pulni Odilaning do'koniga dasmi sepray. Do'konni avval echib olsin. Onun keyin kishilarni keyin deyishmamdi. Voy, Rasma aka. Ajab yaxshi gaplarni anglab qoldim-a? Yo, o'zingga foydali gap bo'lsa, bak anglab qolsa. Amsa apa munda qilayli. Atlikka ham 2 soat so'ray. Biroqli beriblam ko'rib baqmamdiq. Ma'qul balam, ma'qul. Atlik baqil. Bo'ladi. Keldik mana. Misal shuma, haliqi do'sting do'kon oldi degan ya shu o'xshamamdi. Tunigin do'stim bilan kelgan emas shu. Bu yil o'di kelaqi.
Gaziyalash bankı yeni bile keldi. Ha, shu gazetchining yendila. Yaqinlamka, shahar ichidilamka. Ha, shunda qulaylik. Biz kirib ko'p boqamda. Ha, juringlar. Unda xo'si bo'lami ikkinchi qavatning do'konlaridan hali bir e'tibor bormi ya? Ha, ikkinchi qavatning faoliyatlari hozir chunki 11 ayning 10 yillar tijorat boshlaymiz emasmi? Amaliyotda ikkinchi qavat do'konlar 120 necha do'konimiz bor. Uning hozir qolib qolgan do'konimiz 20 necha tal do'kon qolib qoldi. Ha. Shu uning ustiga buning e'tiborlarimi oldingi 1 yil haqsiz, ijarasi haqsiz, bu yapılım haqsiz yamcımı. Anandan keyin ikkinchi yilning ijarasi 1.000 franc 300 koydan aylansa, en küçük dokunumuzdaki 60.000 franc. Şu ikinci yıllık icarısıdır mı? Yani 5.000 koydan e'tibor qilib elbetadigan faoliyatlarimiz bor. Foydalansangiz bo'ldi, vaqtni chim tutib. Unda xo'si xiljak do'konlar kirib qopti-da, bu qanaqroq do'kon aytildi ikkinchi qavat. İkinci qavatninki 2,5 franc o'rnini bir chatdan kirilgizilgan yemeklik deb uni ochmoqchi bo'ldik, cho'ng yo'qotdi. Uning yana bir yerimiga Urumchidan kelgan bir cho'ng bir xo'jayin Runsi, Shenzhen Runsi kiyim-kechak zibzinnat bozor qilib, uning taxminan 2,000 francga yaqin kiyim-kechak bozor qiladi. Unda bo'lganda buning muqim xaridorlari pek chiqqanchu. Shunga endi uni cho'qim bozor pek yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylaymiz endi. Amiz bozor taqidakchimi bu yerning do'konlari bo'ladi. Yüz ishonchimiz bor uningga. Unda xo's tezroq ossan bo'g'dak do'konni yapmoqchiman. Qolgandek turmajimi, amiz sad vaqtcha tutsak bo'lmagadek. Undaymi? Bu gapcha hozir Sen masalni ishtirak tushirish kerak. tez berib, bankaga berib pul keldi apa. Jura, tez bo'l. Ishtik pul.